Bugungi loyihamizda islomda sunniy va shia yo'nalishlariga bo'linishning qanday yuzaga kelganini ko'rib chiqamiz. Islom dunyosining sunniy shia shaklida ikkiga bo'linganini to'g'ri tushunish uchun islom tarixining ilk yillariga qaytib, ayriliqning ildizlarini o'sha yerlarda izlash kerak. Milodiy 631-yilga kelganda islom dini deyarli butun Arabiston yarim oroliga yoyilib, mintaqadagi eng asosiy siyosiy va harbiy kuchga aylanib ulgurgan edi. Lekin bir muammo bor edi. Payg'ambar Muhammad alayhissalomning sog'ligi kun o'tgan sayin yomonlasha boshlagan va u kishining o'rnini kim egallashi hali hanuz aniq emas edi. Xalifalik maqomi kimga topshiriladi savoli ochiq qolmoqda edi. Islom dinidagi eng katta bo'linishning ildizi aynan mana shu yerdan boshlanadi. Bu mavzuga aloqador sunniy va shia manbalari bizga bir-biridan farq qiladigan voqealarni keltirishadi. Xususan shia manbalari Hazrati Muhammad alayhissalomning vafotidan oldingi ikki voqeani bizga havola qiladi. Ularning birinchisi G'adir Xum voqeasidir. Hazrati Muhammad alayhissalom Vado haj safaridan qaytishda muhim bir xabarni ma'lum qilish uchun G'adir Xum nomidagi mintaqada to'xtab, peshin namozini ado qildirganlaridan so'ng Hazrati Alini o'ng taraflariga olib, qo'lini tepaga ko'tarib shunday dedilar: "Men kimning mavlosi bo'lsam, Ali ham uning mavlosidir. Ey Allohim, uni sevganni sev, unga dushman bo'lganga dushman bo'l." So'ngra esa bir guruh sahobalar Hazrati Alini tabrikladilar. Ularning ichida Hazrati Abu Bakr va Hazrati Umar radhiyallohu anhu ham bor edilar. Shia manbalari bu voqea asosida Hazrati Muhammad alayhissalom Hazrati Alini xalifa, ya'ni o'z o'rnini oladigan kishi deb e'lon qilganini aytishadi. Ularning iddaosiga ko'ra mavlo so'zi bu yerda boshqaruvchi ma'nosida ishlatilgan. G'adir Xum voqeasi Ahmad bin Hanbal va Hakim an-Nishopuriy kabi sunniy yo'nalishi muhaddislari manbalarida ham bizga yetib kelgan. Shunga qaramasdan ilk islom tarixchilari manbalarida bu voqea haqida hech qanday matn uchramaydi. Yoki faqatgina Muhammad alayhissalomning bu yerda istirohat uchun to'xtaganliklarini yozishgan. Sunniy yo'nalishidagilar esa bu voqeadagi arabcha mavlo so'zini do'st, o'rtoq ma'nosida kelgan deb izoh berishadi. Xalifalik maqomi haqidagi bahslarga sababchi bo'lgan yana boshqa bir voqea qog'oz qalam voqeasi deb ataladi. Hazrati Muhammad alayhissalom o'lim to'shagida yotganlarida o'zidan so'ng musulmonlarga yo'l ko'rsatuvchi ba'zi narsalarni yozish uchun atrofdagilardan qog'oz va qalam keltirishlarini so'raydilar. Lekin o'sha yerda mavjud bo'lgan Hazrati Umar radhiyallohu anhu Payg'ambar alayhissalomning xastaligi kuchayib ketganini, Allohning kitobi, ya'ni Qur'onda yozilganlar musulmonlarga yo'l ko'rsatish borasida yetarli ekanligini aytib, qog'oz qalam keltirishga hojat yo'qligini aytadi. Shia manbalari Hazrati Muhammad alayhissalom bu voqeada Hazrati Alini xalifa deb tayinlash maqsadida qog'oz qalam so'raganliklarini aytishadi. Sunniy manbalari esa buning aksi o'laroq Hazrati Muhammad alayhissalom biron shaxsni ochiq shaklda xalifa deb e'lon qilmaganlar va bu ishni sahobalarning o'zlariga havola qilganlar. Ya'ni Hazrati Muhammad 632-yilda vafot etgan paytlarida kim xalifa bo'lishi hali aniq emas edi. Islom tarixida Makkadan Madinaga ko'chib kelganlarga muhojir, ularga yordam bergan madinaliklarga esa ansor deyiladi. Hazrati Muhammadning vafotidan so'ng ansorlar Bani Said nomli joyda to'planishadi. Madinaning tub aholisi va muhojirlarga quchoq ochib, islomning yoyilishiga yordam berganliklari uchun yo'lboshchi tanlashda o'zlarining haqli va ustun ekanliklarini da'vo qilishadi. Bu voqeadan xabar topgan Hazrati Umar va Hazrati Abu Bakr saylash jarayonini o'z mas'uliyatlariga olishdi. Uzoq davom etgan bahsli munozaralardan so'ng Hazrati Umarning qo'llab-quvvatlashi bilan Hazrati Abu Bakr xalifa etib tayinlanadi. Islom tarixida Saqifatu Bani Saida deb nomlangan bu voqea ko'pchilik shia olimlari tomonidan bo'linishning asosiy sabablaridan biri deb e'tirof etiladi. Chunki butun bu jarayondan Hazrati Ali xabardor bo'lmagan. Shia manbalari Hazrati Alining Hazrati Abu Bakrga bay'atining kechikish sababini ham aynan shu narsa deb yozishadi. Shundan so'ng Hazrati Ali davlat ishlaridan chetlashib, faqatgina qaysidir masalalarda fikri so'ralgandagina xalifalarning yonida turdilar. Hazrati Umarning Falastinga qilgan safari paytida qisqa vaqt Madinada valiylik vazifasini bajardilar. Milodiy 644-yilda Hazrati Umarning vafotidan so'ng xalifalik maqomiga Bani Umayya, ya'ni Ummaviylar qabilasidan bo'lgan Hazrati Usmon roziyallohu anhu saylanadi. Islom tarixchilari orasida Hazrati Usmon haqidagi rivoyatlar yakdil fikrga ega emas. Bu rivoyatlarga ko'ra, Hazrati Usmon xalifalikni 6 yil tinch va osoyishta boshqardi. Lekin 6-yildan keyin islom davlatida ba'zi kelishmovchiliklar chiqa boshladi. Musulmonlar orasida umumiy mamnuniyatsizlik kayfiyati bor edi. Bu davrda fath yurishlari bir muddatga to'xtab, fathlardan kelgan boyliklar qisqa muddatda yeb tugatilgan edi. Buning ustiga Hazrati Usmon ba'zi o'z yaqinlarini turli davlat mansablariga joylashtirishi mamnuniyatsizlikni yanada orttirdi. Xususan Kufa, Basra va Misrda Hazrati Usmonga qarshi guruhlar paydo bo'lgan edi va milodiy 656-yilda Hazrati Usmon bu guruh tarafdorlari tarafidan o'z uyida qatl qilinadi. Bu hodisa islom manbalarida islomdagi ilk fitna deb qayd qilindi. Hazrati Usmondan so'ng xalifalik maqomiga Hazrati Ali saylandi. Bu paytda islom davlati notinch, alov-dalov hodisalar girdobida edi. Hazrati Alining saylanishi ham bir tekisda o'tmagan edi.
Uning hokimiyatiga qarshi ilk harbiy zarba Hazrati Muhammad alayhissalomning ayoli Hazrati Oysha radhiyallohu anha va Qurayshning kattalaridan bo'lgan Zubayr bin Avvomdan keldi. Hazrati Ali o'ziga tarafdor kuch to'plash maqsadida Madinadan Kufa shahriga keladi. Bunga javoban Hazrati Oysha va Zubayr ham shu maqsadda Basraga borishadi. Ikki tarafning askarlari 656-yilning dekabr oyida Basraga yaqin joyda to'qnashishdi. Islom tarixida Jamal voqeasi deb nomlangan bu urush natijasida Hazrati Oyshaning askarlari yengilib, Zubayr bin Avvom esa jang paytida o'ldiriladi. Hazrati Alining xalifalik maqomiga qarshi bo'lgan faqatgina Hazrati Oysha va Zubayr bin Avvom emas edi. Hazrati Usmonning qarindoshlaridan bo'lgan Suriya valisi Muaviya islom dunyosida o'sha paytdagi eng boy va eng kuchli shaxslardan biri edi. Qarindoshi bo'lgan Hazrati Usmonning qon da'vosini ro'kach qilib, Shom xalqining bay'atini qabul qilib, Hazrati Usmonning qotillari unga topshirilmaguncha Hazrati Aliga bay'at qilmasligini aytadi. Muaviya Jamal jangi tugaguncha voqeaga aralashmasdan chetdan turib kuzatadi. Hazrati Ali jangda g'olib bo'lgach, o'z shartlariga o'zgartirishlar kiritib, xalifalik saylovini yangi tashkil qilinadigan kengash tarafidan boshqatdan o'tkazilishini talab qiladi. Ikki taraf o'rtasidagi kelishmovchilikning osonlik bilan yechilishi qiyin masalaga aylanib bormoqda edi. Natijada 657-yilning iyun oyida Hazrati Ali va Muaviyaning qo'shinlari Siffinda to'qnashadi. Hazrati Alining askarlari aksar o'laroq kufalik va iroqlik musulmonlardan tashkil topgandi. Muaviyaning qo'shinida esa suriyalik musulmonlar bor edi. Ikki taraf Siffinda 3 oy davomida jang qilib, hech qaysi taraf bir-biridan ustunlikka ega bo'la olmadi. To'qnashuvlar ba'zan avj olib, ba'zan pasayib davom etdi. 3 oylik urush ikkala tarafda ham holdan toyish va urushdan to'yishga sabab bo'ldi. Va eng oxiri Hazrati Alining qo'li urush so'ngida baland kela boshladi. Muaviya orqaga chekinish yoki urushda davom etish o'rtasida ikkilanib turganida Misr fotihi Abn bint Oz ixtilofni bartaraf etish uchun Allohning kitobining hukmiga murojaat qilishni taklif qiladi. Bu taklif qo'shini og'ir ahvolga kelib qolgan Muaviyaga ma'qul keladi. Ertasi kungi jangda suriyalik askarlar nayzalarining uchlariga Qur'on oyatlari yozilgan qog'ozlar ilingan holatda chiqdilar va oradagi ixtilofni Qur'onning hakamligi ostida hal qilishni taklif qilishdi. Hazrati Ali bu holatga avvalo shubhalanganiga qaramasdan, qo'shinning ko'pchilik qismi bu taklifni qo'llab-quvvatlashi oqibatida Qur'onning hakamligi ostida chiqarilgan hukm asosida kelishuv imzolab, ikki taraf askarlari orqaga chekindilar. Lekin Hazrati Alining qo'shinida aksariyati Ta'min qabilasidan iborat bo'lgan 10 ming kishidan iborat askar bu holatdan mamnun bo'lmadi. Ular dushman yengilgunga qadar Alloh uchun jangni davom ettirish kerak deyishdi. Shuning uchun ular Hazrati Ali bilan Kufaga qaytmasdan qo'shindan ayriladi. Keyinroq xalifa ularning yoniga borib, 6 ming atrofida kishini o'z tarafiga qaytarishga muvaffaq bo'ladi. Qolgan 4 ming atrofidagi kishi esa keyinroq islom tarixida xorijiylar deb nomlandi. Hazrati Ali xalifaligi davomida bundan keyin faqatgina Muaviyaga qarshi emas, xorijiylarga qarshi ham doim tayyor turishiga to'g'ri keldi. 661-yilning yanvar oyida Kufadagi masjidda namoz qilayotgan paytida qasos o'ti bilan yonib turgan bir xorijiy zaharlangan xanjar bilan og'ir jarohat beradi. Voqeadan 2 kun keyin esa vafot etadi. Hazrati Alining vafotidan keyin Muaviya darhol harakatga tushib, Misrni ham qo'shgan holda Hazrati Alining qo'l ostida bo'lgan bir qancha mintaqani qo'lga olib, bu bilan Ummaviylar davlatining asoslarini qurdi. Hazrati Alining o'g'li Hazrati Hasanning Kufada xalifa etib tayinlanishiga qaramasdan, Muaviyaning ancha kuchli qo'shinga egaligi sababli bu iddaosidan voz kechib, ikki taraf o'rtasida kelishuv imzolanadi. Bu kelishuvga ko'ra Muaviya xalifa bo'ladi, lekin o'zidan keyin xalifa tayin qilmaydi. Yangi xalifani tayinlash uchun bir kengash tuziladi. Bunga javoban esa Hazrati Hasan islom hukmi ostida bo'lgan Muaviyaning xalifaligiga qarshilik qilmaydi. Shu shaklda ikki taraf o'rtasida zaif bo'lsa ham tinchlik o'rnatildi. Lekin Muaviya kelishuvga amal qilmasdan, yoshi o'tgach o'g'li Yazidni o'rniga xalifa qilib tayinladi. İlk xalifa Hazrati Abu Bakr Bani Said maqomida qilingan istishora natijasida xalifa etib saylangandi. Hazrati Umar esa Hazrati Abu Bakr tarafidan tayin etilgani haqida rivoyatlar bor. Bunga qarshi o'laroq Hazrati Umar xalifaligi davrida xalifa saylashni islom dunyosining ulug'lari tarafidan tashkil qilinadigan bir kengash tarafidan amalga oshirish urfi tatbiq qilinib, bundan keyingi xalifalar ana o'sha kengash tarafidan tanlangan edi. Muaviyaning bu urfni poymol qilishi imkonsiz edi. Zero agar Yazid qonuniy xalifa bo'ladigan bo'lsa, buning yagona yo'li kengash tarafidan saylanishi edi. Lekin Muaviya bu mavzuda allaqachon bosh qotirib, xalifa saylash kengashidagilarni yuksak mansablar yoki yuksak mablag'lar berib, ularni o'z tarafiga og'dirishga muvaffaq bo'lgan edi. Bu qaror Hazrati Ali va Hazrati Hasanni qo'llab-quvvatlagan jamoalar tarafidan katta qarshiliklarga uchradi. Hazrati Hasanning 670-yilda vafotidan so'ng bu jamoalar endi Hazrati Alining boshqa o'g'li Hazrati Husaynning yonida jam bo'ldilar. Muaviya o'ziga qarshi paydo bo'lgan bu muxolif kuchni bartaraf qilish maqsadida Makka va Madinaga safar qilib, qisman bo'lsa ham bu yerdagi musulmonlarni o'z tarafiga og'dirishga erishdi. Lekin unga qarshi bo'lganlarning ko'pchiligi Kufada edi. Muaviyaning 680-yildagi vafotidan so'ng
Islom dunyosidagi ikkiga bo'linish jarayonini chuqurlashtiradigan voqealar silsilasi tezlashib ketadi. Yangi xalifa Yazid Hazrat Husayndan o'ziga bay'at qilishini so'raydi, lekin Hazrat Husayn buni qabul qilmaydi. Bu paytda Hazrat Husayn Makka da edi. Kufaliklar uning Yazidga bay'at qilmaganini eshitib, uni xalifa qilish uchun Kufaga taklif qilingan maktublar jo'natishadi. Bundan tashqari Abu Abdulloh al-Jadali boshchiligidagi bir hay'atni Hazrat Husaynni rozi qilish uchun Makkaga yuborishdi. Bunga javoban Hazrat Husayn haqiqiy holatni o'rganish uchun amakisining o'g'li Muslim bin Aqilni kelgan hay'at bilan Kufaga yubordi. Milodiy 9-avgust 680-yilda Kufaga yetib kelgan Muslim bir necha kun ichida 20-30 ming kishini Hazrat Husayn nomiga bay'at qabul qilishga erishadi. Yazid Muslimning Kufadagi bu faoliyatini eshitgach, Kufa valisi Nu'mon bin Bashar al-Ansoriyni mansabdan olib, bu yerdagi vaziyatni tuzatish uchun Basradagi valisi Ubaydulloh bin Ziyodni Kufaga vali etib tayinlaydi. Ubaydulloh qisqa vaqt ichida bu yerdagi vaziyatni Yazid hisobiga tuzatib, Muslim tarafidan chiqarilgan isyonni bostirishga erishadi. Lekin 680-yilning sentyabr oyida Makkadan Kufaga qarab yo'lga chiqqan Hazrat Husayn bu so'nggi voqealardan xabarsiz edi. Kufada bo'lib o'tganlarni Salabiya degan joyga yetib kelganda tasodifan ikki yo'lovchidan eshitib xabar topadi. U ikki kishining aytishiga ko'ra, kufaliklar qilgan bay'atlaridan qaytishgan va Muslim bin Aqil o'ldirilgan edi. Hazrat Husayn bu gaplarni eshitib avvalo orqaga qaytishni xohladi, lekin Muslimning o'g'illari yo'lda davom etish fikrida turib olgach, u ham davom etishga majbur bo'ldi. Salabiyada bo'lib o'tgan bu hodisadan so'ng guruhdagilarning bir qismi Hazrat Husaynning ruxsati bilan u yerdan ayrilib Makkaga qaytdilar. 680-yilning oktyabr oyida Karbaloga yaqinlashganlarida Hazrat Husaynning yonida oila a'zolari bilan birgalikda qo'shib hisoblaganda 70 atrofida odami bor edi. Bir kun o'tib Yazid bu yerga 4000 kishidan iborat ummaviylarning qo'shinini yuboradi. Lekin askarlarning ko'pchiligi payg'ambar alayhissalomning nevarasi bilan jang qilishni xohlashmadi. Shuning uchun bir hafta mobaynida Hazrat Husaynni Yazidga bay'at qilishga chaqirdilar. Ammo ularning barcha sa'y-harakatlariga qaramasdan Hazrat Husaynni o'z qaroridan qaytarishga muvaffaq bo'lisha olmadi. 10-dekabrda bo'lib o'tgan jangda Hazrat Husayn va odamlari har qancha jasorat bilan jang qilsalar ham ummaviy askarlar tarafidan qatl qilindilar. Hazrat Husayn va Hazrat Hasanning farzandlari ham bu qirg'indan qutula olmadilar. O'sha kun Hazrat Muhammad alayhissalomning avlodlaridan ko'pchilik shahid bo'ldi. Karbalo voqeasi islom dunyosini sunniy va shiya shaklida ikkiga bo'linish voqealar silsilasida kosani to'ldirgan so'nggi tomchi bo'ldi. Shunday bo'lsa-da, buni qachon va qanday vujudga kelgani bugungi kunda ham munozara mavzusidir. Shiya manbalarining bir qismi Shiyatu Alining, ya'ni Hazrati Aliga tarafdor bo'lganlarning to Hazrati Muhammad sog'lik paytlarida paydo bo'lganini ilgari surishadi. Bunga qarshi o'laroq, yuqorida hikoya qilingan voqealarning deyarli hammasi turli manbalarda bo'linishning boshlanish nuqtasi deb e'tirof etiladi. Tarixiy voqelikka nazar tashlasak, Karbalo voqeasidan so'ng bu bo'linish bir necha asr mobaynida sassiz sadosiz davom etganiga guvoh bo'lamiz. 10-asrda Shiiy Fotimiy davlatining tashkil topishi shiyalarning siyosiy kuchga aylanishi bilan shiyalar va sunniylar o'rtasidagi ayrilib, siyosiy darajaga ko'tariladi. Undan so'ng Yaqin Sharq mintaqasida shiya ta'limotini ma'qul deb topgan bir necha davlat tashkil topib yashab o'tdi. Ahli sunna yo'nalishining tarafdorlari o'zlarini sunniylar, ya'ni Hazrati Muhammad alayhissalomning xatti-harakatlari va aytgan gaplariga ergashuvchilar deb atashadi. Bugungi kunimizda dunyo miqyosidagi musulmonlarning taxminan 80% sunniy yo'nalishiga mansub. Shiya so'zi esa tarafdor, qo'llab-quvvatlovchi, yordamchi ma'nosini beradi. Shiyalikning ilk paydo bo'lgan paytlaridan boshlab Shiyatu Ali, ya'ni Hazrati Alining tarafdorlari ma'nosida shiya yo'nalishiga mansub kishilarga nisbatan ishlatilib kelinadi. Islom dunyosining qanday qilib shiya va sunniy yo'nalishlarga ayrilgani haqidagi qisqa videomizning oxiriga keldik. Agar bu kabi mavzulardagi videolarning davomini kelishini xohlasangiz, kommentlarda bu haqida bizga xabar qoldirishingiz mumkin. Albatta bu qisqa videoda barcha tafsilotlarni aytib o'tishning imkoni yo'q. Tortishuvga sababchi bo'lgan qismlarni o'rganish uchun videoni do'stlaringiz yoki biz bilan muhokama qilishni unutmang.